Assalomu alaykum Jaluzi brend obunachilari. Hozirda biz Andijon shahridamiz. Bu yerga dikey jaluzilarimizni o'rnatib berdik. 3 ta xonasiga va bitta xonasiga kombo jaluzilar birma-bir ko'rsatib chiqamiz ishlashlari bilan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu esa ikkinchi xona. Ikkinchi xonada mokriy svetdan foydalanilgan. Bularni ishlashini ham ko'rsatamiz. Ranglariga e'tibor beringlar. To'q ko'kimtir rang. Siyoh rangda to'q rangi mokriy svetga o'xshab ketadi. Bitta ochib yopib bersang. Bu xonamizga ham o'rnadi. Mana kattagina joyga ko'rib turganlaringizdek. Materiallari eng qimmatidan bo'lgan bu taraf. Hammasi o'zi eng yaxshisi bo'ldi. Buni qulayliklari juda ham zo'rda. Misol uchun deraza bo'lsa, ochib ishlataverasiz, xohlagan reatingizni. Mana hammasi alohida ochiladi. Bu yer oshxona qismi. Bu yerga kombo jaluzilar ilindi. 100% quyoshdan himoya qiladi. Buni har bir joyini bo'lib qilganmiz. Sababi ochilishiga derazalar qulay qilganmiz. Mana bu yerda duchkasi bor, nari tomonda bor. Xullas har bitta bo'limda ochilishiga imkon bor. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.